2008-yilman, kuzlagi to'yim. Birinchi kecha uchun menga juda ham ochiq penyuar kerak. Erimga ochiq narsalar yoqar ekan. Birinchi kundanoq o'zimga mahkam bog'lab olmoqchiman. Bu SMSlarni o'qiganimdan keyin birinchi bo'lib men u qizga balki birinchi kecha uchun yopiqroq, nejniyroq narsa tanlaymiz, ochiq narsalar kiyishga ulgurasiz deb javob berdim. Shunaqa deyishimga qaramasdan baribir yo'q, menga juda ham ochiq penyuar kerak dedilar va men sotuvda bor hamma penyuarlarni tashlab berdim, lekin hammasi ularga juda ham yopiqlik qildi. Voy, bular slishqim yopiq-ku dedilar. Oxirgi paytlarda shunaqa yoshdagi qizlardan shunga o'xshash SMSlar juda ham ko'p kelyapti. O'zim shu sohada bo'lsam ham, hattoki anti reklama bo'lsa ham men sizlarga aytib o'tishim kerak, bunaqa narsalar hech qachon eringizni sizga 100% bog'lab qo'ymaydi. Qancha ochiqroq narsa kiysam, shuncha erim meni qattiq yaxshi ko'radi deb o'ylasanglar, adashasizlar. Mendan to'yib bo'layotgan qizlar sarpaga qanaqa narsalar olsam bo'ladi, nima maslahat berasiz deb yozishganida har doim yopiqroq, xalatli, nejniy, chiroyli sholkoviy sorochkalar, chiroyli pijamalar tavsiya qilaman. Kommentariyada обязательно bo'lmagan gap ichingdan to'qimaydigan insonlar ham topiladi. Lekin ishoninglar, ichimdan to'qishga ehtiyoj qolmayapti. Bu yig'ilgan nabor u qizga tegishli emas. Ularni qo'ynilaridagi ochuv narsalarni topib bera olmadim.